Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram jamoatul muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Alloh haq hidoyatga boshlab o'zini hidoyatga alashtirmasin. Bugun inshaalloh Alloh subhanahu va taoloni kitobidan, payg'ambar alayhissalomning hadislaridan qo'limizdan kelgancha bir aytib o'tib ketamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, mo'min bir tana deganlar. Mo'minni bir tanaligi shundoqki, uni qo'liga ham, oyog'iga ham masalan tikon kiradigan bo'lsa, uni butun tanasi zirqiraydi deganlar. Xuddi shunga o'xshashgan birodarlar, biz hammamiz bir ya'ni tanamiz. Hammamiz bir tanamiz. Endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ya'ni mani esga tushiringlar, mani esga olinglar, men sizlarni esga olaman deydi. Alloh subhanahu va taolo aytayotdiki, mani esga olsangizlar, men sizlarni esga olaman, ya'ni esimga tushiraman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlarki, bir jamoa yo'q, birinchi bir odam agar Alloh subhanahu va taoloni esga oladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni o'zi esiga oladi, eslaydi. Agar Alloh subhanahu va taoloni uylaridan bir uyda, ya'ni masjidlarda bir jamoat o'tirib Alloh subhanahu va taoloni esga oladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u jamoatni ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan jamoat, ya'ni muqarrab, oliy muqarrab bo'lgan farishtalarni bilan ularni esga oladi. Birodarlar, bu aytilayotgan hadis bilan oyatga nihoyatda bir chuqur nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsak, iymoni bor, iymoni baquvvat odamning mazasi qochib qoladi. Biz qandoq bir oddiy bandamizki, biz Alloh subhanahu va taoloni eslaydigan bo'lsak, Alloh taolo bizni eslaydigan bo'lsa, bir jamoat bo'lib Alloh subhanahu va taoloni eslaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni undan ko'ra yaxshi bo'lgan jamoatni eslaydigan bo'lsa, bu musulmon banda uchun juda ham bitmas, tuganmas baxt, saodat. Shuning uchun doim musulmon odam tili zikrda bo'lishlik kerak, Alloh subhanahu va taoloni eslab turishlik kerak. Endi mana bu bir hamma joyda ham, ko'p joylarda, hamma joyda ayta olmayman, ko'p joylarda bir kasallik bor. Bu kasallik sizdan menga o'xshagan birodarlar juma kunlarida jumaga kechikib kelishligi. Ya'ni jumaga vaqtli kelinmaydi. Payg'ambar alayhissalom hadislardan birida aytganlarki, kim juma kuni g'usl qilsa, yuvinib, tozalanib, juma kuni vaqtli keladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib keladigan bo'lsa, unga bitta tuyani so'yib sadaqat qilganni savobi beriladi deganlar. Ikkinchi jamoat bilan keladigan bo'lsa, ikkinchi jamoatga
u odamlarga bitta sigirni so'yib, uni sadaqat qilganning savobi beriladi deganlar. Uchinchi bo'lib kelgan odamlarga bitta shoxli qo'chqor deganlar. Shoxli qo'chqorni so'yib sadaqat qilganning savobi beriladi deganlar. To'rtinchi bo'lib keladigan jamoatga bitta tovuqni, ya'ni so'yib sadaqat qilganning savobi beriladi dedilar. So'nggisi beshinchisi bitta tuxumni sadaqat qilganning savobi beriladi dedilar. Endi imom minbarga chiqqandan keyin eshiklar, har bir eshikning oldida anaqalar turadi. Farishtalar kelgan odamlarni yozib turadi. Kim keldi, qachon keldi, qancha savob beriladi. Ana shu imom minbarga chiqqandan keyin ular daftarni yopadi dedilar. Daftarni yopib, ular imomning so'zini eshitgani ketadi. Undan keyin kelgan odamlar faqatgina bo'ynidan juma soqit bo'ladi, xolos dedilar. Buni bu yerda vallohu alam o'tirgan odamlarning ko'pchiligi biladi, ammo lekin amal qilmaydi. Nimaga? Shu savolni o'zingizlarga bir birodarlar berib ko'ringlar. Nimaga men jumaga vaqtli kelmayman deb bir savol berib ko'ringlar. Bu nimadan dalolat beradi? Iymonning susligidan dalolat beradimi? Nimadan dalolat beradi? Uni har kim o'zini qalbidan fatvosini so'raydigan bo'lsa, qalbi keyin aytadi. Sunan kitobi bor. Ya'ni sihhasida deyiladi. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Tirmizi, Nasoiy, Ibn Mojah. Mana shu da sunanda Nasoiy vallohu alam rivoyat qilgan hadislarida aytadilarki, kim juma kuni yuvinsa, g'usl qilsa, vaqtli kelsa, hech kimga xalaqit bermasa, oldiga o'tirsa, imomni tinglasa, uni har bir bosgan qadamiga yillik ajr beradi. Ya'ni har bir bosgan qadamiga bir yillik ro'zani, bir yillik kechasi turib bedor o'tganni savobi beriladi deganlar. Birodarlar, bu takror aytamanki, Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadislar. Agar nabodo birorta odam bunga shak qiladigan bo'lsa, kelsa bemalol ko'rsatib qo'yaman inshaalloh. Endi savol beraylik. Vaqtli keladigan bo'lsak, bitta Alloh subhanahu va taolo tuyani so'yib sadaqat qilganning savobini beradigan bo'lsa, undan ham vaqtli, ya'ni bakiran deb aytilgan shu hadisda vaqtli hozirgi vaqtda bir 9 da bo'ladi. Shundoq keladigan bo'lsak, bir yillik ro'za bilan bir yillik kechasi turib tahajjud o'qiganini Alloh subhanahu va taolo savobini beradigan bo'lsa, nima uchun masjidlarimizga vaqtli kelmaymiz? Savol berib ko'rish kerak. Musulmon odamni nihoyatda bu o'ylantiradigan narsa. Bu to'g'risida o'ylanib ko'rish kerak, birodarlar. O'ylanganda ham qattiq o'ylanish kerak. Shuning uchun hammalaringizga men tavsiya qilamanki, mayli kimgadir nimadir yoqmasligi mumkin. U mana buncha savobdan mahrum bo'lishligingizga sabab bo'lmaydi. Sizga masjidda bo'layotgan holatda ba'zi bir narsalar yoqmaydigan bo'lsa, mana shuncha narsalardan mahrum bo'lishligingiz